Har bir inson dunyoga ma'lum bir hayotiy vazifa bilan keladi va bu insonga mana shu hayotiy vazifasiga mos bo'lgan talant, qobiliyat va imkoniyatlar berilgan bo'ladi. Agar inson bolaligidanoq mana shu qobiliyatlari asosida yashasa, buning uchun unga ota-onasi yordam berish kerak, qobiliyatlarni yuzaga chiqarishga. Va shu qobiliyatlarni rivojlantirsa, o'zini hayotiy vazifasini topadi va hayotiy vazifasi asosida yashaydi, ya'ni sevgan kasbi asosida yashaydi. Bunaqa inson ijodkor bo'ladi. O'z kasbini sevgani uchun kasbida mazza qilib ishlaydi, charchamaydi, sermahsul bo'ladi. Bu esa unga albatta moddiy jihatdan badavlatlik olib keladi. Lekin inson o'zini hayotiy vazifasini topa olmay qolsa, u o'zi sevmagan kasbida ishlashga majbur bo'lsa, bu unga kasbini xohlamay ishlayotgani uchun birinchidan holsizlik, charchashni tana yaratadi. O'zi istamagan kasbda ishlagan uchun kasal bo'lishi mumkin, xohlamay ishlaydi, omadsiz insonga aylanadi, mablag' jihatdan qiynalib qoladi. Shuning uchun ham har bitta odam o'zini hayotiy vazifasini topish kerak. Aynan hayotiy vazifasi asosida yashash kerak. Bu unga albatta baxtni, omadni, boylikni keltiradi.